Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 1-iyul kuni 2026-yil Dekvart kompaniyasini yangi mahsulotlarini taqdimot marosimini Buxoro viloyatida, Buxoro shahrida o'tkazyapmiz. Hozir kechki tadbirimizga tayyorgarlik avjida. Mana inshaalloh kechki payt taqdimot marosimimiz ham master-klass o'tkazmoqchimiz. Ustalarimiz bilan tashrif buyurishadi. Hozir xodimlarimiz bilan mana birgalikda hammamiz taqdimotga tayyorgarlik jarayonini olib boryapmiz. Hamma o'z ishi bilan band. Kesanglar, xudo xolasa mana instrumentlarimizdan tortib yangi mahsulotlarimiz kataliklarigacha hammasini joylashtirib taqdimotga tayyorlab qo'yganmiz. Mana ukalarimiz, do'stlarimiz hammaligi ish bilan band. Ana ichida Tayyorgarchilik qizg'in jarayonda. Ochibmi?